Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Men bugun sizlarga talabalarni kredit modul tizimi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga o'rgatish metodikasini takomillashtirish mavzusida qisqacha ma'ruza qilib beradigan bo'lsam, oliy ta'lim tizimida kredit modul tizimini joriy etish nazariy ta'lim jarayonini nafaqat innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olib borish, balki talabadan mustaqil o'qib o'rganish, ta'limga yangicha munosabatda bo'lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, bilimlarni puxta egallash bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga o'rgatish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ya'ni bu tizim talabalarning kasbiy tayyorgarligi va shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan bo'lib, bo'lajak mutaxassislarning butun hayoti davomida bilim olishni ta'minlashga hamda mehnat bozori va zamonaviy talablarga javob beradigan inson kapitalini shakllantirishga qaratilgandir. Kredit talabaning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi yoki kurs bo'yicha fanlarni o'qib o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining, ya'ni vaqtning o'lchov birligidir. Ya'ni kredit talabaning me'yoriy hujjati bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lchovi desak mubolag'a bo'lmaydi. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi. Bakalavriat bosqichida talabalar tanlangan yo'nalishi bo'yicha diplomga ega bo'lish uchun kreditlarni yig'ib borishlari zarur. To'plangan kredit asosida talaba butun umri davomida o'zining malakasini oshirib boraveradi. Iqtisodiy til bilan aytganda, to'plangan kredit talabaning akademik aktiviga aylanib boradi. Kredit modul tizimining yana bir o'ziga xosligi shundaki, u talabalarga ishchi o'quv dasturiga kiritilgan fanlarni tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirish, bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Shuningdek, talabalarda nafaqat fanlarni, balki professor o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi. Talabalarga fanlarni tanlash imkoniyatining berilishi ijobiy hal bo'lish bilan birga, ularga o'z sohasi bo'yicha qaysi fanlarni o'qish zarurligini baholay olishlari ham talab etiladi. Kredit tizimi dastlab 18-19 asrlarda AQSh universitetlarida joriy etilgan bo'lib, uning maqsadi o'quv jarayonini liberallashtirish hamda talabaning haftalik o'quv yuklamasini belgilash bo'lgan. Shunday qilib, 1869-yilda Garvard universiteti prezidenti Amerika ta'limining atoqli arbobi Charles William Eliot kredit soati tushunchasini fanga kiritdi va 1870-1880 yillarda kredit soatlari bilan o'lchanadigan tizim joriy qilindi. Natijada kredit tizimi bilan ta'lim olish va o'quv dasturlarini o'zlashtirish tushunchalariga o'quv jarayonini mustaqil ravishda rejalashtirish, uning sifatini nazorat qilish, ta'lim texnologiyalarini takomillashtirish uchun katta imkoniyat yaratildi. Kredit modul tizimida oliy ta'limning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat bo'ladi. Keng fundamental bilimlarga ega, tashabbuskor, mehnat va texnologiyalar bozorining o'zgaruvchan talabalariga moslashuvchan yangi shakldagi mutaxassislar tayyorlash, oliy ta'lim tizimini demokratlashtirish orqali sifatli ta'lim xizmatlarini taqdim etish bo'lgan oliy ta'lim tizimini demokratlashtirish orqali sifatli ta'lim xizmatlarini taqdim etishga bo'lgan qiziqishni oshirish, talabaning sifatli ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini mustahkamlash, sifatli ta'lim xizmatlari taqdim etish uchun rahbarlarning mas'uliyatini belgilovchi mexanizmlarni ishlab chiqish va joriy etish. Oliy ta'lim muassasalarining maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitish jarayoni oliy ma'lumotli mutaxassisni tayyorlashdagi tashkiliy, boshqaruv, bilish faoliyatini rivojlantirish kabi yo'nalishlarni o'z ichiga oluvchi murakkab jarayon bo'lib, bu asosan o'quv mashg'ulotlari va nazorat jarayonlaridan tashkil topgan. Boshqaruv maqsad turlari o'z o'rnida, o'z navbatida 6 turga bo'linadi. Maqsadni turkumlash belgilari. Birinchidan, umumjamiyat miqyosidagi munosabatlarni aks ettirishga qarab, demak, siyosiy maqsadlar, iqtisodiy maqsadlar, sotsial maqsadlar, ma'rifiy, ma'naviy maqsadlar, xalqaro munosabatlar sohasidagi maqsadlar va boshqalar. Ikkinchisi,
boshqarish pog'onalari, ya'ni darajalarga qarab bevosita bu hududiy boshqaruv maqsadlari, mamlakat maqsadlari, viloyat maqsadlari, tuman maqsadlari, qishloq maqsadlari, ishlab chiqarish maqsadlari, xalq xo'jaligi maqsadlari, tarmoq yoki sektor maqsadlari, korxona yoki firma maqsadlari hamda yakka shaxs maqsadlari. Uchinchisi, amalga oshirish muddatiga qarab joriy maqsadlar. Navbatdagisi, ya'ni 4-turimiz boshqaruvning amalga oshirishga qarab istiqboldagi, ya'ni perspektiv maqsadlar, uzluksiz, ya'ni kundalik maqsadlar, fursatli maqsadlar hamda bir martalik maqsadlar. Navbatdagisi, ya'ni 5-si kutiladigan natijalarga qarab pirovard maqsadlar hamda oraliq maqsadlar. Hamda eng so'nggisi murakkablik darajasiga qarab oddiy an'anaviy maqsadlar, muammoli maqsadlar hamda innovatsion maqsadlar.